Bismillahirrahmanirrahim. İmanın sıfatları ve alametleri. 81. hadis. Ubeydullah ibn Adi ibn Xiyar radıyallahu anhu mundaqlaydı. Mundaq rivayet kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişilerinin arasında oturatdı. Bir kişi gelip Peygamber aleyhisselamның kulağına pişirildi. Peygamber aleyhisselam avazını götürüp sözlegenge kadar onun neme deganligini bilgili bo'lmadi. U aslida bir munofiqni o'ltirish ruxsat so'rab kelgan ekan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avazını götürüp u Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Deb guvohlik berdi emasmi dedi. U kishi to'g'ri, biroq uning guvohlik inovatsiz tursa dedi. Payg'ambar alayhissalom u namozga qo'ydi emasmi dedi. U kishi to'g'ri, biroq o'qigan namozimi inovatsiz tursa dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah meni undaq kishilarni o'ltirishdan to'sdi. Ya'ni men sidqiy ko'rinishga hukm qilaman. Ichki dunyosida nima bo'lsa, uning hisobini Allah oladi dedi. Malik 215-hadis. 82. Ebu Malik dadısının mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq ta'lim berganligini anglagan edim. Kimiki bir Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir desa va Allohdan boshqa barliq ma'budlarni inkor qilsa, uning mol-mulkiga va jiniga chiqilish harom bo'ladi. Uning ichki sirlarining hisobini Allah o'zi oladi. Muslim 23-hadis. 83. Əmr ibn Əbəs radiyallahu anhu mundaqlaydı. Mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның yanına kelib, "Ey Rasulullah, bu dində sana kimlər əgəşdi?" deyə soradım. Peyğəmbər alayhissalam, "Örlər və qullar" dedi. Mən İslam degan nima deb soradım. İslam degan yaxşı söz qilish, yo'qsullarga yemək-içmək berish dedi. İman degan nima deb soradım. İman degan savrchan va kamqursoq bo'lish dedi. Amallarning eng afzali qaysi deb soradim. Tili va qo'l orqali boshqa musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmaslik dedi. İmanning qaysi eng afzal deb soradim. Güzel ahlak dedi. Namazdan qaysi eng afzal deb soradım. Uzun qiraat namaz dedi. Hicretdan qaysi eng afzal deb soradım. Rabbing Allah Taala yaman ko'rgan har qanday ishni tark etish dedi. Ahmad 18942-hadis ve El-Kebir. 84. Abdullah radıyallahu anhu'da rivayet qılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Savrchanlik imanning yerimi, chin tutish butunnidir." El-Kebir 8544-hadis. İman hükümleri, bey'at ve başkalarının beyanı. 85. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men kişiler bilen taki ular bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir" deb guvohlik bergan, namoz o'qigan ve zakat berganga qadar urushga buyurildim. Ular bularni ijro qilsa, jonlari va mollarini mendan saqlab qola oladi. Ammo İslamның haqqıdan saqlab qala olmaydi. Ularning ichki sirlarining hisobini Allah oladi. Buxoriy 25-hadis. 86-hadis. Ubada ibn Samid radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga: "Sizlar menga Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, zina qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka va begunoh qon to'kmaslikka bay'at qilinglar" dedi. Muslim 4558-hadis. 87. Yana bir rivayette mundaq deyilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ballariңlarni jahiliyet devridagi qiz ballariңlarni nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, ayollar boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka, men buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bayat qilinglar. Sizlardan kim bu va'daga vafo qilsa, uning ajrini Alloh beradi. Vafo qila olmay cheklangan bu ishlardan birarini qilib selib, gunohi uchun bu dunyoda jazolansa, bu jazo uning gunohiga kafarat bo'ladi. Ammo Allah onun bu qilmishini bu dunyoda yapgan bo'lsa, qiyomatda o'zi xohlagancha bir taraf qiladi. Xohlasa gunohini kechirim qiladi, xohlasa jazolaydi dedi. Shuning bilan biz Payg'ambar alayhissalomga shu bo'yicha bayat qildik. Buxoriy 18-hadis. Bu hadisni Tirmizi va Nasoiymi yuqoridagi rivoyat qilgan bo'lib, ularning rivoyatida mundaq deyilgan: "Va'daga vafo qila olmay cheklangan bu ishlardan birlarini qilib selib, gunohi uchun bu dünya cezalansa, bu ceza onun günahına kefaret bulup günahlarını yuydu. Eğer Allah onun bu kılmışını bu dünyada yapkan olsa, onun kıyamette özü xalıgancha bir taraf kılıdı. Yani xalısı günahını keçirim kılıdı, xalısı cezalaydı. 88. hadis. Buxoriy, Muslim, Nasai ve Malik'nin yana bir rivayetinde mundaq deyilgan: "Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge rahat farag'atdimi, jafo mushaqqatdimi, shol xuram qayg'udimi itoat qilishga, mol-mulk va mansab taqsimotlarda boshqalar bizdan afzal ko'rilsa sabr qilishga, emirlikni ya'ni boshliqlarni o'z ahlidan talashmaslikqa va malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaslikqa, nadil bo'lsa Alloh uchun haqni deyishga bayat qildik." Buxoriy 7199-hadis.